Vatan himoyachilari kuni. 14-yanvar Vatan himoyachilari kuni. Bu kun yurtimizda bayram tadbirlari uyushtiriladi. Bu sana nafaqat askarlar, balki mamlakatimizdagi har bir yigit, qiz uchun ahamiyatlidir. Ularning har biri o'z ona yurtining tayanchi, himoyachisi sanaladi. Vatanni himoya qilish har bir fuqaroning muqaddas burchi. Haqiqiy vatan himoyachilari yoshlikdanoq jasurlik, mardlik, adolatparvarlik, o'zaro hurmat va sadoqat kabi xislatlarni o'zlarida tarbiyalaydilar.